Assalomu alaykum aziz do'stlar. Agar sizlar ham planshetlaringda yoki telefonlaringda shunaqa Windows o'yinlarida o'ynashni xohlasalaring, albatta buni sizlarga o'rgataman va jonidil diqqat bilan kuzatib tursalaring, buni sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Xo'p, planshetlaringdan yoki telefonlaringdan Game Hub degan o'yinni topamiz. Game Hub'ni Play Marketdan ham skachat qilsak bo'ladi, lekin Play Marketda skachat qilganlaringda faqatgina Steam orqali o'ynashlaring mumkin. O'zlaring alohida o'yin o'rnatib o'yna olmaysizlar. Shuning uchun nima qilamiz? Brauzerda ochamiz, oqtaramiz Game Hub deb mana xuddi shunday deb yozamiz, oqtaramiz. Mana o'zini ofitsialniy sayti bor. Mana ko'rib qo'yinglar, Game Hub degan. Shu joyga kirib, mana Android uchun yuklab olamiz. Men hozir yuklamay qo'yaveraman, chunki men yuklab bo'lganman. Google Play'dan olmaymiz, eslaringdan chiqarmanglar. Xuddi mana shu joydan olamiz. Skachat qilib bo'lgandan keyin o'rnatamiz. Keyin любой kerakli o'yinni bizga kompyuter kerak bo'ladi. Kompyuterda o'rnatib olamiz. O'ynamoqchi bo'lgan любой o'yinlaringni kompyuterga o'rnatib olib turib, xuddi o'sha o'rnatilgan papkani mana shunday qilib topamizda. Mana расположение fayli qilib, xuddi o'sha papkani topdik. O'rnatilgan papkani, mana Need for Speed Carbon. Shu papkani turishicha planshetni yoki telefonni xotirasiga ko'chirib o'tkazamiz. USB kabel orqali kompyuterga ulagan holda ko'chirib o'tkazamiz. Keyin ko'chirib bo'lganimizdan keyin Game Hub programmasini ochamiz. Mana shunaqangi interfeys ochiladi bizda. Mana bu oxirgi import igrini ochamiz. Mana PK igrini ochamiz. Endi o'sha ko'chirgan faylimizni qaysi papkaga ko'chirgan bo'lsak, o'sha papkaga kiramiz. Mana Need for Speed Carbon. Mana shu yerda o'sha o'yinda ikonkasi bor, asosiy fayl bor. Mana Need for Speed exe fayl. Shuni ochamiz mana. Endi запустить qilamiz. Iloji bo'lsa nastroykasini tegmanglar. Mana hozir nastroykasini tekkanim uchun orada juda qiyinchilik bo'lyapti. Mana ochildi. O'yin ko'rib turganlaringdek. Buni mana bunaqangi oddiyroq, arzon gamepad bilan ham o'ynasalaring bo'ladi. Yoki mana bu yerda mana sensorli upravlение ochiladi. Xuddi shunaqa sensorli upravleniyada o'ynasalaring ham bo'ladi. Klaviatura ulab o'ynasa bo'ladimi yo'qmi, buni hali sinab ko'rmadim. Agar sinab ko'rsalaring, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.